Qo'qonboy hududida yashagan aholi diqqatiga yangilikda zo'ri bor sizlarga. Choyxonani ham zo'rini topib qo'ydim, qopxonani ham zo'rini topib qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin. 10 ming so'mdan qiymalar ekan. Burdalar, o'rama, jiz dislami hamma qopdan bor. Uchta ma'zlargacha bor. Va tashqariga joylarni ham qilib qo'yishibdi. Hop, ichkariga kiramiz. Atmosfera nima deyapti akalar? Boshqacha bemalol kelib, do'stlar, oila ulfatlar bilan o'tirib, maza qilib davom etadigan joy. Kechqurunda atmosfera bomba bo'ladi. Batutlarda ishirib, ballarga muzqaymoqlar ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Oilaviy kesalar ham bo'laveradi, do'stlar bilan kesalar ham bo'laveradi. Hop, undan tashqari akalar, choyxonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin akalar, atmosfera va bomba, ichkarida hamma sharoiti bor. Oshta narxi kilosi atiga 35 ming so'mdan ekan, ta'miga boshqa gap yo'q. Videoda to'g'risi ta'mini tasvirlab beraman, kelib yeb ko'rishlaringizni maslahat beraman. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, Qo'qon bo'yicha dastavkasi bepul ekan, bemalol murojaat qilaverasizlar. Undan tashqari, chetga kelsalaring, suyuqlarimiz ham bor ekan. Suyuqlarda porsi 25 ming so'mdan ekan, bemalol kelaverasizlar akalar. Manzilni tushuntirib o'taman akalar, bu tomon aeroportdan kelish. Hop, Svit zavodga ketish, chorraha bor, katta chorraha, bu tomon Qo'qonboy domlari. Svitoforda shundagina burchagida Mix Food Bodo Veloni yonida bemalol kelaverasizlar. Hamma sharoitlari bor.